$19,000 puli bor klientlarimiz uchun yaxshi joydan uy topib qo'ydik. Manzilni tushuntiradigan bo'lsak, Osiyo Market, Gorodel, Ruvd, Uvd, Guvd hamma o'xshaydi azizlar. Dehqon bozoriga 5 daqiqada yetib boradigan joyda bir xonali xonadon topib qo'ydik. Bu ko'rib turgan binoyimiz Dom Radio. Dom Radioning oldida 3 qavatli g'ishtli imoratimizni 2-qavatida bir xonali xonadon topib qo'ydik. Shoshilmasdan kuzatib boring. Jigar like bosib qo'ying, podpiska qo'yib qo'ying. Hozir uyning ichini olib kirib ko'rsataman. O'zining eshiklari bilan yangi remontdan chiqqan yaqinda xonadonimiz tayyor bo'lgan bir xonali xonadonimiz. Ko'rib turganinglardek chiroyli sitsinliklar, aboylar qilingan. Ko'rib turganinglardek pollari laminat pol. Chiroyli qilib oppoq eshiklar qo'yib qo'yilgan. Aboylari ko'rib turganinglardek dil bilan, sitara bilan tanlangan. Oshxona o'z batda bo'ladi. Oshxonani bu yoqqa ko'chirilgan, suvi, gaz olib chiqilgan. Rakmingizni qo'yasiz, kirmoshingizni qo'yasiz, shunday yashashda davom etasiz. Bir xonali g'ishtli imorat. Sanuzul qismi ko'rib turganinglardek, sanuzulimiz chiroyli kafel bo'lgan. Yaxshi holatda, parket. Eshiklar akfa. Bu yoqdagi eshik MDF. Glavniy eshikdan kirib kelishi sifatli, yaxshi eshik. Ko'rib turganinglardek, yangi barcha qismlari, yangi remontdan chiqqan. Remontdan chiqqandan keyin odam yashamagan. $19,500 albatta ozgina kami bor. Kelib ko'rib savdolash imkoniyatiga egasiz. Shoshilib qolinglar. O'tgan safar investitsiya uchun bitta uy chiqardik, bir kunda sotilib ketdi. Bu xonadonimizdan tez orada sotilish ehtimoli kutilyapti.